O'rtoqlar hayot ham bor ekan, mazza qilib ketadigan mashina ekan. Davay buni kamchiliklari va plyuslarini aytib o'tamiz. Birinchi plyusi mana sidena yotib berar ekan, mazza qilib dam olib ketar ekansizda oldida shofyor bilan. Xullas biznes klassdagi mashina. Rolda bugun Abror ekan, chiroyli qilib bugun obzor qilamiz. Plyus kamchilik minuslarini. Men birinchi yoqmagan tarafi to'rtta sidenada Abduf abagrev bo'lish kerak edi, lekin bunda unaqa emas ekan. Bitta ko'rsatib berasiz Abror aka? Mana qaranglar, bu degani qaranglar, shofyorda Abduf abagrev bor, rulda plyus qo'shimcha isitish tizimi bor. Zo'r bu taraf. Lekin mana bu sidenalar nima bu? Nogironmi? Nimaga so'z tizimini qo'ymagansizlar? Bu endi bo'lmadi, bitta katta minus hisoblanadi. Kondisionerlar zo'r ishlayapti, cho'tki ishlay beryapti. Rulda burishlari qanaqa aka? Zo'r, yumshoq. Yumshoqmi burilishlari? Bitta tezroq yurib berib, uni palchiskidan bitta o'tib bersangiz, muhimi xadovoyi bilaman sizlarga. Xadovoyini qadriyatlarga binoan birinchi bo'lib sinab berishimiz kerak edi. Oho, palchiski ko'rinmayapti albatta. Tezroq yuramiz. Ungacha men komfortlarni aytib beradigan bo'lsam, bu yoqda luk bor, panorama bor, plyus qo'shimchasiga shtorka ham bor. Yaxshi qilishgan shu shtorkasini. Hop, akustika sistemasi ham Aito'da sistemasiga o'xshayapti. Eshitib ham ko'ramiz, xudo xolasa. Mana nima ekan, yomon yaltirlayapti. Oldiga o'tganda ko'rsatib beraman. To'g'rida palchiski turibdi, o'rtoqlar. Ko'rdilaring? Hozir bitta chiroyli bo'lib o'tib beramiz. Tak etsa kerak. Voy, ichiga urib tashadi. Hadovoy sistemasi ozgina ishlash kerak. Kompaniyani bildilaring, Royvi L7, yo'q, Royvi 7 bo'ladi bu. Elmasa, bu 25,5 milli variant ekan, ozgina quyosh tushib qolyapti. Besprovodnoy bor. Xullas, biznes klassga zo'r variant. Shu yerda shunday to'xtasangiz, oldiga o'tamanda, keyin davom ettiramiz. Bu yoqdan knopkasini bitta bosadigan bo'lsak, o'sha sidena sekin kelar ekan va davom etamiz. Davom etadigan bo'lsa, mana shu narsa yomon yorib tashlashdi. Ancha-muncha mashinada yo'q, men ko'rmagan edim. Mana lidarniy sistemasi bor, ko'rib turibsizlar. Chotki turibdi. Xullas, mashinaning rullari yaxshi. Akustik sistemasini hozir eshitib ko'ramiz. Davay qo'yaylik aka. Akustik sistemasi tiniq ishlayapti, zo'r. Hop, endi o'rtoqlar narxiga keladigan bo'lsa 25,5 ming, bu 2100 km yurib beradigan, no yana bitta minusi bo'ladi. 144 km-mi, 150 km atrofida Celsius bo'yicha elektrda yurar ekan. Qolgani benzinda ekan. Bu degani baki kattaroq bo'ladi. 1,5 atmosferlik bo'ladimi bunda? 1,5 atmosferlik motor bo'ladi. Hop, yaxshilikka yaxshi. Bu yoqda ko'radigan bo'lsak, Dongfengda yo'q bardachoqlar bor ekan. Menga mana shu joy yomon ko'zdan qilyapti, chotki turibdi. Xullas, o'rtoqlar, keyingi mashina qaysi bo'lsin, kamchiliklari va yutuqlarini sanab o'tamiz. Keyingi mashinani ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Salomat bo'linglar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Like bilan obunani esdan chiqarmaysizlar.